Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Azizjon, doktor shogirdi. Voy, maşallah, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah, yaxshiman. Keling, aylanay. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Farzandlar rohatini ko'ring. Qanaqa sog'ligingiz yaxshimi hammasi? Maşallah, rahmat. Yaxshiman. Zo'rman. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q, og'riqlarim yo'q. Yaxshiman, zo'rman. Katta vaqtida oldingizmi? Oldim. Bo'ldi, yaxshi bo'lsangiz bo'ldi, doktor. Men juda Andijon shahrida yashayman, juda qattiq og'riq bilan kelgan edim. Oyog'imda og'riq bo'ldi. Keyin mana Xudoga shukr, menga Alloh g'afara qildi. Bu doktorimiz, doktor shu odamni ko'rdim, mana Xudoga shukr yaxshi bo'ldim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kelishimga 3 kunda yaxshi bo'lasiz dedi, mana 3 kunda yaxshi bo'ldim. Oyoqlarim yuriyapti, mana Xudoga shukr. Oyog'imda qattiq og'riq bilan yig'ilib kelganman. Yetalab olib kelishgan edi, mana yurib qoldim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan, hamma doktorlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Niyatlarini Xudo bersin. Yaxshiman, alhamdulillah. Shu tizamda parda shikast bo'lgan ekan, shuni mana Xudoga shukr yaxshi qildi. Avval Xudo sababchi bo'ldi bular. Rahmat. Yaxshiman, alhamdulillah. Endi Xudoga shukr yaxshiman, zo'r doktor. Doktorga rahmat. Zo'r odam.